obratni qilib yuborisharkan. Kredit olib beryapman endi. Endi tug'ildingiz-ku, qayerga ketyapsiz? Raddomdan deddomga ketyapman. Ota-onam suyunchi beraverib bankrot bo'lib surib yuborishibdi. Nega bo'yningiz uzun? Vrach oldin mol doktori bo'lgan shekilli kalla bilan oyoqni farqiga bormaskan. Endi ahvolni qarang, xuddi jirafa. Kim bo'lib ishlaysiz? Men Radomda nomer 1 hay-haychiman. 1 minut hay-hay deyishim $100. Faqat zakazga chiqaman. Nima bo'ldi? Oyim tug'ayotgan payt qattiq kuchlanib shekilli raketa bo'lib uchib ketdim. Doktorlikdan tashqari biznesingiz bormi? Bemorlarga fitfilonta dori yozaman. Soqqali joyi u dorilarni faqat meni aptekamda sotadi. Xatingizni o'zingiz tushunasizmi? To'g'risini aytsam, xatimni o'zim ham tushunmayman, lekin aptekaga olib borsa dori berishyapti. Bemorga qisqa vaqtda borgan kuningiz? 10 sekundda borgan biz. Dag'shi o'zi kelgan, chunki probkada qolib ketgandik. Amaki, operatsiya yaxshi o'tdimi? Halokat o'zi bitta ukol uchun kelgan edim. Ana bu jinni esa oyog'imni kesib tashabdi. Qayerga olib qochyapsiz? Uylanishga 25 yil qisqidirmay deb hozirdan topib qo'ydim. Kimdir ilintirib ketmasdan survoray bu yerdan. Nega bularga pul beryapsiz? Brat, agar suyunchi puli bermasam, obratni qilib yuborisharkan. Kredit olib beryapman endi. Endi tug'ildingiz-ku, qayerga ketyapsiz? Raddomdan deddomga ketyapman. Ota-onam suyunchi beraverib bankrot bo'lib surib yuborishibdi. Nega bo'yningiz uzun? Vrach oldin mol doktori bo'lgan shekilli kalla bilan oyoqni farqiga bormaskan. Endi ahvolni qarang, xuddi jirafa. Kim bo'lib ishlaysiz? Men Radomda nomer 1 hay-haychiman. 1 minut hay-hay deyishim $100. Faqat zakazga chiqaman. Nima bo'ldi? Oyim tug'ayotgan payt qattiq kuchlanib shekilli raketa bo'lib uchib ketdim. Doktorlikdan tashqari biznesingiz bormi? Bemorlarga fitfilonta dori yozaman. Soqqali joyi u dorilarni faqat meni aptekamda sotadi. Xatingizni o'zingiz tushunasizmi? To'g'risini aytsam, xatimni o'zim ham tushunmayman, lekin aptekaga olib borsa dori berishyapti. Bemorga Bu test savollaridan 90% o'quvchilar o'ta olmayapti. Qayerga olib qochyapsiz? Dadam ichib kelsalar, oyim dadamni alkash deydilar. Dadam esa ilonsan deydilar. Keyin kechasi bilan alkashcha bilan iloncha shovqin qiladi. Bilmayman nima qiladi. Dadam ichib kelsalar. Hozirgi yoshlar bit nimaligini bilmaydi. Men ham bilmasdim. Qimmat buvimdan so'radim. YouTube orqali tanishtirib qo'ydilar. Buvim aytdilar, oldin hamma bitliqi bo'lgan ekan. Men so'radim, yuvsa ketmaydimi desam, yo'q, kalga olsang ketadi deydilar. Hozir bu meditsina uchun o'qiganmisiz? super kontraktga o'qiganman. Hozir unda nima qilyapsiz? Kecha bemor ichida qaychi qolib ketibdi, shuni qidiryapman. Qaysi sportdan birinchi o'rinni egalladingiz? O'sir sportdan oldim. Qiyin bo'ldi, qattiq o'siraman deb qilib qo'ydim, keyin majbur berishdi. Nega siz asfalt? Turmushga chiqsangiz mahriga nima so'ragan bo'lardingiz? Mahrimga oppoq gelik va braslet so'rayman. Qizingiz mahriga gelik so'rayapti. Bunga nima deysiz? Dadasida yo'q, gelikni mendan so'rayapti. Undan oppoq pampers olib beraman. Turmushga chiqsangiz Qayerga olib qochyapsiz? Sudxo'rning Pick Your Viral